Toshkent! Bunaqasi bo'lmagan. Hozir bir necha daqiqalardan keyin futbol boshlanadi. Xon taxtalar, atmosfera, sfera, hattoki utility ham bor. Televizor yo'q, Toshkent! Futbol ko'rmoqchimiz. Televizor sotadiganlar, srochni aloqaga chiqinglar. Eng yaxshisi xalqimiz uchun eng zo'r televizor qaysi edi? Davaychi, televizorchilarni belgilab tashlaylar Toshkent. Bizga srochni televizor kerak. Xon taxtamizning usti bo'sh. Dasturxonimizga nima yetmayapti? O'zbekiston bayrog'i. Keyin O'zbekiston formasi. Yana? Keyin O'zbekiston logotipi bor-ku. O'sha. Yana. Yo! Ham qorin ochadi-yu. 15 minut dam oladi-yu futbolistlar ham. Biz o'sha paytda nima yesak bo'ladi? Lavashmi? Chipsi, lavash. Ichimlik, fast food, lavash. Qaysi lavashni yaxshi ko'rasiz? Eng zo'r lavash qaysi?